Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 31-qismliq darsimiz. Biz bu qismliq darsimizda boshlang'ich, ya'ni initializer block bilan static block to'g'risida so'zlaymiz. Avval men bir klassdan birini qurib o'tay. Bular yangi hukm package degan 31 day. Alım bo'lsin mesela. Bir class qurdim. Bugungi kunimiz qanday? Initializer block deymiz. Initializer block bu ne? Başlang'ich. Başlaydigan initialize degan başlamak degan gap. Initializer block degan bunda başlang'ich bo'lak deb tushunsak bo'ldi. Initializer block bilan static block deganimiz. Bu ikkisi bek muhim hukm. Bu mazmun o'rganib olgandan keyin biz anandagi rasmiy kelar qismdan boshlab OOP Object Oriented Programming Language, ya'ni obyekt yuzlangan qanday programma tilini o'rganamiz. Ularni tafsil o'qitamiz. Unda bo'lsa birinchisi qanday initializer block. Initializer block degan adat block desang deb tushunasizlar. Senlar mana shu bir mesela mana shu tirnoq var, budur tirnoq, buni curly braces deydi inglizcha. Mushkisining orasidagi mesela metod bo'lsin yoki nima bo'lsin, mushkisi bir bo'lak bo'ldi, block. Mesela if statement'im qarsanglar bor shunaqa. Mushuni biz block deymiz. Ham initializer block degan nima deganda davomliq bir instance yoki shu bir obyektning qanday bir instance bir obyekt ijro bo'lgan chaqda shu initialize boshlang'ich bo'lak ijro bo'ldi. Mushuni biz qanday initializer block deymiz. Uni hozir men amaliy yozib ko'rsatib qo'yman. Hamda buni nima ishlatildi desanglar, bu masalan constructor degan tuqo. Constructorni shu constructorning bir hamma o'xshash ishlatilgan, masalan ammabop deymiz, common ammabop ishlatilgan kodlarni shu initializer blockdan ichiga yozamiz. Hamda buningga diqqat qilsak, masalan men bir constructor quray. Classning ismida o'xshash bo'lish kerak-ku. Public alim. Bu bir constructor. Shunaqa, agar bu constructorni qo'ymasak, buning ichida qanday bo'lmasligi mumkin. Iliq nima? Sukutda turdi demakchi. Masalan, constructor. Shunaqa? Men ma constructorni yurgizsam, masalan, alim shunaqa. Constructor ma'nosi shunami? Men chaqirib bo'ldim-ku constructorni. Ma'nosi shunda mazmun bor. Constructor ma'nosi. Masalan, men ma'noning ustiga bir nima yozay. Hello. Shunaqa? Ma'nosi ya. Hello constructor. Majra oldu, ondan keyin ma'ni chaqirdi shunaqa. Endi initializer block qanday bo'ldi desanglar. Masalan, xalqam bir yerga. Mana ostiga yozay. Mana initializer block mana bu. Boshlang'ich bo'lak deymiz, initializer block. Bu initializer block hech qanday nima yozmaydi, mush tirnoqdan shaklam qanday. Bir yozmoqchi bo'lgan kodni yozamiz. Masalan, men faqat qaysining balda ijro bo'lganligini ko'rsatish uchun initializer block. Qaranglar, men qizay. Mana initializer block ne men?
ma constructorning ostiga yazsammi, ya'ni ustidan ijro bo'ladi. Eng avval nima ijro bo'ldi desanglar, initializer block ijro bo'ldi, undan keyin constructor ijro bo'ldi. Buning qanday o'ziniki hammasining red tartib bo'ldi demoqchi. Bu initializer block. Biz endi bu her qitim initializer block qanday ijro bo'ldi desanglar, mush constructor bir qitim yurgizilganda, ya'ni mush initializer mau constructor shunaqa, mau constructor, mau initializer block. Mush constructor yurgizilganda mau qanday yurgizilib bo'ldi. Ma ustida bo'lsin. Odatda kod red tartib bilan yurgizilishi shunaqa. Masalan, men hello onunki mau, lekin men initializer blockida constructordan burun yurgizildi. Chunki bu har qitim obyekt qurilishdan burun yurgizildi. Obyektni qanday qurdik? Constructor orqali qurdik. Object ya'ni, ya. Qancha esingizda bo'lsin, qancha constructor bo'lishidan qat'iy nazar, davomli initializer block avval yurgizildi. Ondan keyin biz yana bir block bor. Shu bir qitimlab yurgizilgan. Masalan, alim b day my constructor yana bir qitim chaqiray. Qanday ish qitim yurgizilyapti. Mavo constructor ni ish qitim yurgizsam, gerçi ish qitim yozdim-ku. Ama initializer block bir qitim bo'lsa-mu, ish qitim yurgizilyapti demoqchi. Ya'ni initializer block har bir qitim obyekt qurilganda bir qitim yurgizildi. Constructordan burun ijro bo'ldi. Unda esa biz faqat shu class o'rtaq bo'lgan bir qitimdan yurgiziladigan bir blockni qanday yozmasak, u static block hisoblanadi. Uni static block deymiz. Buni yana bir class quray, masalan, student day. Student. Bu qanday? Static block. Staticni jiqtab ketdik-ku, staticni ham shu class tabadir. Shu bu static block ham bir alayda bir block bo'lak deymiz endi. Ya buni yuzturan imtihonlarda so'rash mumkin, ehtimolli bor. Endi shu classninki qanday bir class tabi bo'lgan bir qitimlab yurgizilgan qanday bu bo'lakni biz static block deymiz. Initializer block har bir qitim obyekt qurilganda bir qitim yurgizildi. 10 obyekt qurilsa 10 qitim yurgizildi. Lekin men static block aşağı hammasiga o'rtaq birlam yurgizildi. Masalan, student dedim-ku. Static my classning nimalari? Name ismini deb qo'yay. Static block qanday oldu? Initializer blockdan oldiga static degan so'zni qo'ysak ham static block oldu. String static. Masalan, name Qadixon static block has name. Mana. Endi qanday qilamiz? Main metodni quramiz, shunami? Kodni yurgizish uchun. Mesela ben print qildim bir narsani. Buni ichiga ishim yozmadim.
Bunun işim yok, quruq bu. Şunaq qo? Bunun işim yok. İşnim bo'lmasimi qanda bir qitim yurgizsak, ma static block yurgizilyotdi. Static block has qadixan deydi mana. Static block qanda bir qitim shu class shu mush nimaning memory'ga yuklanib, shu mang'uzlish nim qilgan aman eng avval qanda mush static block birinchi bo'lib mushu yurgizildi demoqchi. İcra bo'ldi. Unda esa initializer block, static block, constructor mush qanda bo'ldi. Qanda red tartibli icra bo'ldi desanglar. Almaday. Eng avval qanda bir constructor quray. Public constructor cho'qim classlar o'xshash bo'lishi kerak shunaqa. Constructor. Hamda initializer block qilay. Initializer block. Hem static block qilay. Static block. Nem class'ini chaqiray. Alma. Mushni yurgizsam eng avval qanday tartib bo'yicha? Ma'no? Mani tartib mesela 1 2 3 deya. Bir asl qoida bo'yicha shu kod degan red tartib bo'yicha ijro qilish kerak. Yurgizay. Qaranglar. 3 2 1. Eng avval qaysi ijro qilinadi? 3. Static block ijro qilinadi. Eng avval qanda red tartib shu static block ijro qildi, bir liqtim ijro qildi. Qaranglar. Andan keyin qaysi ijro qilinadi? Initializer block, andan keyin constructor ijro qildi. Qaranglar. Mana. Hozir men object ishkini qurdim, A B deb. Eng avval yana qaysi ijro qilinadi? Static block birinchilab ijro qilinadi. Andan keyin nima ijro qildi desanglar, chiqdim obyekt o'g'achqa, eng avval ma ijro qildi. Buningga bir initializer block, bir constructor. Ikkinchi qitim qanda yana bir initializer, yana shu constructor. Chunki shu bir qitimliq initializer block her bir qitim obyekt qurilganda bir qitim yurgizildi degan. Bugungi darsimiz mushagicha. Ko'proq mashq qilib turinglar. Tushungan nuqtalarni asosiy shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.